Nar ekan, mana qora pat ekan. Qopqonimizni yaxshi ekan. Buni bolalardan ko'rsatishyapti. Nima xolos akaga? Nima xo'shmi? Bismillah. Gap yo'q. Bismillah. Sekin boqish jarayoni. Nima kasha ishlatasiz Akmal aka bularga? Ben bu kasani o'zlari mahsulot, ben o'zim ishlab chiqaraman. O'sha kasadan ishlataman. Va tayyorlanish jarayonlari mana suyuq bo'ladi. Mana shunaqa qilib. Mana Allohning izni bilan hamma bismillah. Mana shunday katta bo'lib nima bo'lyapti? Hammasi mana shu o'zlari ferma xo'jaligi deydimi? Shunaqalarda chiqayotgan nimalar. Lekin chubati bo'lsa ham chublarini, kamalari zo'r chiqibdi aka. Ko'z tegmasin. Обрезной bo'ladi xudo xolasa. Xohlasa inshaalloh. Lekin mana bu duqchubisi уже hozirdan bilinyapti, oyog'i baland turibdi. Mana bu tushunadi o'zi asankasi baland, kallali. O'sha ancha keng, chublar ham ko'ziga chiqibdi aka-aka. Xohlasa inshaalloh. Shu qopqonni tegmasida bilasiz, faqat qopqon. Tashlaga. Mana kashada har kuni kechki payt mana shu kashadan ishlataman, o'zlari mahsulot. Orqa chublarini ko'ring mana, shogird. Orqa chublar qanaqa mana? Zo'r. Grivalari bilan, Mashalloh. oldi chublar moda bo'ladi bu. Hammaga chiqsa, zo'r. Ko'paysa. Bizani Fazliddinni mana ukamizning o'zlari shogirdlari yangi qushga ishqiboz bo'lganlar, bor uylarida qush boqyaptilar. Mana bunaqa piskullarni boqish jarayonini o'rganish maqsadida mana Tajriba olishga arjina keldi. endi qo'ldan kelgancha insonlarga manfaat tegsa xursand bo'lamiz. O'sha kashadan ishlatamiz faqat. Shundan beraverasiz aka. Inshaalloh. Mana. Ko'rdingizmi? Xalq xizmatidamiz. Kimga kerak bo'lsa, qush ishqibozlariga mana shu kashadan yetkazib beramiz. Uni ko'pchilik o'rgan bo'lgan, o'zi ishlatayotganlar, o'zingiz ham ishlatyapsiz. Ishlatayotganlar bilishadi rezultatini. Mana rezultat.